Assalomu alaykum. Bugungi sotiladigan yerimiz Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani Halqabodda joylashgan, ya'ni aniq lokatsiyasi yangi qurilayotgan aeroportdan 4 kilometr uzoqroqda. Yerimiz umumiy maydoni 43 sotik hisoblanadi. Bu yer hech qanday snosga tushmagan, qurilish uchun ruxsat berilgan yer. 2 xona uylari bor, yashash uchun tayyor. Svet, gaz, suvdan muammosi yo'q. Uyimiz polni isish uchun mo'ljallangan, atapleniya qilingan. Yerimizda 100 tupga yaqin mevali ko'chatlari bor ekan. Keyin bu yerimizda ikkita biznesi bor ekan. Ya'ni qanaqa biznes desanglar, 3 ta issiqxonasi bor ekan. 3 ta issiqxonasi ham isish uchun mo'ljallangan, atapleniya qilingan, ko'mirda ishlaydigan kotyollar qo'yib qo'yilgan. Teplisamiz o'zidan olish niyatida bo'lgan akalarimiz uchun yiliga $25,000 dan $30,000 sof foyda qilsanglar bo'ladi bemalol. Bu yerimizni ikkinchi biznesi, ya'ni o'zini shunday yon tarafida joylashgan. U yerimiz 30 yilga olingan bo'lib, umumiy yer maydoni 80 sotik hisoblanadi. Baliq boqish uchun hovuzlari kovlangan. Bu yerimiz 30 yilga olingan, polni o'ralgan. Bu ikkinchi biznes qilib olsa bo'ladi. Taraf 80 sotik maydoni. Bu orqa tarafdan yo'li, bu yoqda ishlab chiqaradigan sex bor, bu yoqda transformator sexi bor. Olish niyatida bo'lgan akalarimiz uchun ishlab chiqaradigan sex, ferma qursa aholiga hech qanday zarar yetib bormaydi. Ya'ni aholi sal uzoqroqda joylashgan. Narigi tarafda mahalladan kirib kelsa bo'ladi. Bu ham orqa taraf hisoblanadi. Mana shu joyda ozgina axvat yeri bor. Xudo xolasa xatlov jarayonlari boshlangan. Bemalol o'z nomingizga o'tkazib olsangiz bo'ladi. Tepa tarafdan ham kirib kelsa bo'ladi. Mevali ko'chatlari. Bu yerimizni narxiga keladigan bo'lsak, narxini $4,5 ming deyishdi. Xudo xolasa olish niyatida bo'lgan akalarimiz uchun xayriga o'tib beriladi.